Assalomu alaykum Ozbek aka. Salomatsiz, charchamayapsizmi? Xush kelibsiz. Xush kelibsiz Buxoroga. Rahmat. Ta'limni, tarbiyani bir rivojlanishiga o'zingiz hissangizni qo'shganingizdan xursandmiz. Sog' bo'ling. Qanaqa taassurotlar, Buxoro qanaqa kutib oldi sizni? Buxoro juda yaxshi deb o'ylayman. Sababi endi biz butun O'zbekiston bo'yicha ishlaymiz. Ayniqsa nima deydi, solishtirish imkoniyatimiz borda. Solishtirsak men doim biladiganim mana shu Buxoro, Navoiy o'lkasi ta'limga, ilmga juda chanqoq insonlar yashashadi bu yerda. Azaldan shunaqa o'zi kuzatishimizga ko'ra, chunki bekorga emas, mana abituriyentlarda ham eng yaxshi o'qishga kiradigani ham mana shu hududdan chiqishadi. Bizlar nimaga keldik? Asosiysi bu yerda biz butun dunyoga olimpiadaga yoshlarni olib chiqamiz o'zi. Iqtidorlarni olib chiqamiz. Bizning maqsadimiz Buxoroda mana shunaqangi iqtidorlarni topish, izlab, ularni maktabimizga jalb qilish va maktabimizda o'qitish. Masalan, mana sizni kuzatuvchilaringiz bor, ko'pchilik bo'lsa, ular orasida agar iqtidorli o'quvchilar bor bo'lsa, bizning maktabimizga jo'natishsa, biz ularni bepul o'qitishga tayyormiz. Ya'ni grantlar bor. Grantlarimiz bor. Nimaga? Chunki o'sha iqtidorlarni bizlar qidirib topib, ularni mana bayrog'imizni butun dunyoga ko'tarishni xohlaymiz. Chunki Buxoroda iqtidorli o'quvchilar har doim ko'p bo'lgan, menimcha hozir ham ko'p. Xo'p, mana oxirgi 5-6 yilda xususiy maktablar juda ham ko'paydi. Ota-onalar xususiy maktab tanlashga nimalarga e'tibor berish kerak? Xo'p, birinchisi e'tibor berish kerak bo'lgani bu qanchadan buyon ishlayapti degan savolga-da. Chunki kimdir biznes sifatida ko'rib, tez bir boyish bir manbasi deb ko'radigan bo'lsa, u noto'g'ri bo'ladi. Lekin maktab har doim ijtimoiy loyiha bo'lib kelgan. Bu yerda biznes degan tushunchani ishlatib bo'lmaydi. O'shaning uchun azaldan o'zi o'qituvchi bo'lgan, deylik, masalan, bunga juda ham ko'p misollarni aytsak bo'ladi. O'zi o'qituvchi, keyin maktab ochgan, ular ta'limni tushunishadi. Mana shu birinchi tanlashi uchun asosiy sabab bo'ladi. Tizim borligi, ya'ni tizimi bor o'zi nechidir yildan buyon maktab ochib faoliyat yurgizayotgani bu asosiy sabablardan bittasi bo'ladi tanlash uchun. Bundan tashqari jamoasi, ya'ni o'qituvchilar jamoasi kimlardan tuzilgan, kimlardan tashkil topgan, bu ham juda muhim. Xo'p, mana oxirgi yillarda sun'iy intellekt, texnologiyalar juda ham rivojlanib bordi va farzandlar, ya'ni avlodlar almashyapti, Z avlod, alfa avlod deydi. Ota-onalar bugun farzandini tarbiya qilishga nimaga ko'proq urg'u berish kerak? Qaysi jihatiga urg'u bersa, farzandini kamoloti yaxshi bo'ladi. Ya'ni ilmi olishda ham, tarbiyasida ham. Hozir juda tez rivojlanib boryapti dunyo. Mana masalan biz solishtirsak bo'ladi. Yaqinda Koreyaga olimpiadaga bordik, o'quvchilarimizni olib bordik. U yerda Amerikadan, Kanadadan, Britaniyadan, Yevropadan, Yaponiya, Xitoy butun dunyodan qatnashdi. Bizning o'quvchilarimiz ham qatnashdi-da. Biza his qilgan narsa bizani raqobatchilar deylik, o'sha yerdagi boshqa o'quvchilar, boshqa maktabdagi, o'sha davlatdagi o'quvchilar ekan degan fikrga kelib qoldik. Nimaga desangiz, biza rivojlanishda juda orqada qolib ketgan joylarimiz bor, butun dunyo bo'yicha ko'radigan bo'lsak. Ularga biza o'zimizni ta'limimizni yetkazib yoki ta'limimizni o'sha darajaga olib chiqish uchun juda ko'p ishlar qilishimiz kerak edi. Mana shu jihatdan ota-onalarimizga ham biz ko'p marta aytamiz, o'zlari aytganingizdek sun'iy intellekt chiqib ketyapti, juda rivojlanish tezlashib ketdi. Ular ham o'rganishmasa bu narsalarni biz bir natijalarga erishishimiz juda qiyin bo'ladi. Zo'r. Xursandmiz, xush kelibsizlar Buxoroga. Sog' bo'ling, sog' bo'ling. Bardavom bo'lsin, ilohim. Mana shu 1000 dan oshiq maktabni ochganingizda ham, mana shu ochilishlarda ishtirok etish nasib qilsin. Niyatimiz shunaqa, xudo xohlasa. Xo'p, Buxoroning qaysi yana rayonlari bir potensiali bor deb o'ylayapsiz? Bizda o'zi konsepsiyamiz bor. Registon strategiyasi bu boshlanishida, ochilganida tuzilgan. Buxoroda o'zi yagona bitta mana shu filial bo'ladi deb reja qilganmiz. Lekin tumanlarimizda Registonning ikkinchi varianti bor. Registonni biz hozir baribir moliyaviy tomoniga qaraymiz. Chunki moliyaviy tomoniga qaramasak bo'lmaydi. Ikkinchi tomoni bizda Turkiston degan maktablarimiz bor. Turkiston maktablari butun tumanlarda ochiladi, xudo xolasa. Registonni tumanlardagi varianti Turkiston bo'ladi nomi. Ular Toshkentdan boshlab sekin hozir mana rivojlanib kelyapti. Xudo xolasa, bu maktablarimiz butun Buxoroning tumanlarida ochiladi nasib bo'lsa. Bardavom bo'lsin. Rahmat aka. Rahmat. Salomat bo'ling. Sog' bo'ling. Tanishganimdan xursandman.